Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Bizda yangilik, yangi texnologiya. Fayos Inverterdan mana bunday apparat olgan edik. Akaxondan Alloh rozi bo'lsin. Mana 150 lik akkumulyatordan ikkita, 24 lik apparatdan. Biz bunga akanikichani yangilik kiritdik. Yangilikni hozir ko'rsatib tushuntiraman. Tak, mana bu zaryadga keluvchi kabel, mana bu 220 chiquvchi tok. Endi yangilikni qaranglar. Mana bunday ko'tarib, mana bu yerga ikkita avtomat qo'ydik. Mana AO chiqib ketdi devordan. Bu yog'i mana bu yerdan chiqib, mana bunday kelib uydi sistemasiga ulandi mana. Mana bu tepadagi davlat toki. Mana bu. Mana bu uyga tarqagan sistema. Mana bu razvedka davlatniki, mana bu kulchatir ham davlatniki. Endi biz bunga kabellar bunday olib chiqib kelib, o davlatniki avtomatni qo'ydik. Agar havo sovib, shamol yomg'irda svet o'tsa davlatniki tok tutashmasligi uchun apparat bilan mana buni o'chiriladi davlatnikini. Axtan apparatniki yog'iladi va o'zi tarqaveradi uydi sistemasiga. Mana bundan akkumulyatorga zaryad kirib ketyapti davlatnikidan. Endi bunga uydi sistemasi lampochkalar, halodilnik, malazinlik, ariston, kirmoshna, steralni, suv nasozlar ishlayapti. Xudo xolasa qishdan inson omon qiynalmay chiqib olamiz inshaalloh. Akani ishlari rivoj, Alloh barakasini bersin. Endi bu apparat olganimizga jichcha bo'lib qoldi, bir 2 oy bo'lib qoldi. Ungacha ishlatganimiz yo'q edik. Bizda bitta ikkita elektriklar aynatib, kallani achitdi, kim bora deb tavakkal Alloh deb ana ustanovka qildik, zo'r ishlashi. Endi hozir davlatnikidan akkumulyatorcha turib qolganiga zaryad to'ldirib olyapmiz. Apparatni qo'shganimiz yo'q. Endi duruk svet o'chib qolsa, shamol yomg'ir bo'lganda o'chiradi baribir. O'sha paytda qo'shamiz. Akkumulyatorni ishlab zaryadini to'ldirib olsak. Endi biznikida bitta kamchiligi zaryadkasini ko'rsatayotgani yo'q. Ana shuning uchun endi svet borligida to'ldirib olaverak.